ko'p chatlarga yozilsangiz, Telegram kanallarga ulansangiz, Telegram videolar, shortslar ko'raversangiz, azizlarim, sizda informatsion gigiyena yo'qolib qoladi. Allohni eshitmay qolasiz. Sizning yuragingiz xuddi radardek aslida. Siz Allohni eshitib turishingiz kerak. Agar siz mana shunday ko'p narsalarni ko'raversangiz, kerakmas chatlarni, kinolarni, kerakmas insonlar bilan vaqtingizni o'tkazaversangiz, siz tushkunlikda va past vibratsiyada bo'lasiz. Agar siz past vibratsiyada, tushkunlikda bo'lsangiz, Allohim nima deyotganini eshita olmaysiz. Yuragingiz nima deyotganini eshita olmaysiz. Ichki meningiz nima deyotganini eshita olmaysiz. Bu dunyoda hozir hamma sizning e'tiboringiz uchun kurashyapti. Sizni e'tiboringiz hammaga kerak. Hamma